Assalomu alaykum vatandoshlar, assalomu alaykum surxondaryoliklar. Mana sizlarga yana bitta manfaatli video chiqaryapmiz. O'tkazib bo'lmay oxirigacha ko'ring. Termiz shahar markazida bo'lgan yubileynidan 4 qavatli domlarning ikkinchi qavatidan sotiladigan umumiy maydoni 55 kvadratni tashkil etayotgan Euro remontdan chiqqan ikki xonali kvartiramiz sotilyapti. Narxini video boshida aytib o'taman. Narxi 360 million so'm. Uyda sharoitlar bilan tanishtiramiz. Mana hozir turgan joyimiz tashqi eshikdan kirganda, ya'ni koridor, hamma joyi to'liq abo'y bo'lgan kvartira. Chizmalarini, chertojlarini Telegram ijtimoiy tarmoqlarda chiqaramiz, ko'rasizlar. Hozir turganimiz ham birinchi xonasi. Bu dom ichma-ich, ya'ni ikki xonasi, birinchi xonadan ikkinchi xonaga o'tiradigan holatda bo'lib turibdi. Video boshida aytganimizdek, eshik, derazalar barchasi almashgan, ana pollar laminat bo'lgan, devorlar to'liq abo'y bo'lgan, konditsionerlar, ana batareykalar hammasi o'rnatilgan. Keling, men ikkinchi xonasini ham ko'rsataylik. Mana ikkinchi xonasi. Bu xona ham to'liq abo'y bo'lgan. Batareykalar qo'yilgan. Kiyim javoni devorni o'ziga yasatilgan. Ko'rishlaring mumkin. Narxini aytdik. Narxi 360 million so'm. Shoshilinglar, ulgurib qolinglar. Maktab, bog'cha, yubileyni aytib o'tish shart emas. 9-maktab, 11-maktab, davlat bog'chalari, xususiy bog'chalar hammasi yaqin. 5-10 daqiqalik yo'l. Keling, oshxona va sanuzelni ko'rsatib o'tamiz. Mana keling, sanuzellarni ko'rsataylik. Mana sanuzeli birgalikda to'liq aytganimizdek remontdan chiqqan, aristonlar qo'yilgan. Kirib yashash uchun tayyor holatda turibdi. Bu esa muzlatgich, ya'ni oshxonaga o'tadigan joy. Oshxona mana shu yerda bo'lgan, balkonga chiqarilgan. Keling, kuxni mebellar yasatilgan, katyorlar qo'yilgan, dimoxod, barcha sharoit bor. Mana bu yerga o'zlaring bemalol stol qilib, uyg'oq qo'yib, ovqatlanish uchun joy qilsalaring bo'ladi. Narxini boshida aytdik, 360 million so'm deyildi. Bog'lanishni raqam aytamiz, 99 kodi bilan 347 1020 raqamiga bog'lanasizlar. Kerakli ma'lumotni berib o'tamiz. Shoshilinglar, keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'ling.